Animedagi eng chiroyli bo'lgan Kawaii top 10 talik ranking 2-qism deb tursam, bu qayerda yo'q bir va mana Kaguya bo'lar kanka, mana 5-o'ringa qo'ysam bo'ladi. 4talikda bizaga Sasha yana boshlandi. Bizlar nima bu effektlar sotilganmi yo kimlardan ham u ana Naruto'dagi ten. Naruto animesini ko'rganlar buni tushunadi. Bu sal o'g'il bola sifatroq harakatlarni qiladi. Unchalik kawaii emas-da, uzr, lekin Naruto animesini yaxshi ko'raman. Lekin chiroyli emas-sanda. Makima. What the xafa bo'lmanglar, bu oldindan rejalashtirilmagan. Bu fikrimni ichidan bunday tekst chiqadigan narsa-da. Любой odam shuni ko'rsa, shuni to'g'ri animatsiyalar o'zi to'g'ri qilding deb kommentariyaga yozib ketasizlar. O'zingizlar bilasizlar, to'g'rimi? 8-joyga qo'yib beringlar. Mendan ham chiroyli qizlar bordir balkim. Nima bo'lyapti? Biz oldindan mana bo'lar ekanmi? Ochako, qurbaqa ko'rganlar biladi. Nimaga men qurbaqa deganimni? Hinata. Mana yuragim, mana sevgilim, eng chiroyli, eng animedagi eng kawaii bo'lgan qizlardan biri bu Hinata. Kommentariyada so'kib ketsanglar roziman. Birinchi o'rin o'zi Hinataniki bo'lishi kerak edi. Bo'ldi ham. Oldindan kattakon rahmat. Eng kawaii bo'lgan qizlarni mana sizlarga 10 taliga tiqib tashladim. Xato kamchiliklarim bo'lsa kommentariyada bemalol so'kib ketishinglar mumkin. Zo'r bo'ldi degan umiddaman. Part 3 kutib qolsanglar, kommentariy kamida 500 ta bo'lsa, 500 ta sen kimsan o'zi? Kommentariyamga 200 ta xatiyab komment yozib ketsanglar, part 3 chiqaraman. Kawaii bo'lgan qizlar. Meni o'rnimda bo'lganinglarda qaysi personajni nechinchi o'ringa qo'yib chiqqan bo'lardinglar? To'g'ri qildim, eng muhimi to'g'ri qilganim.